Atlas va adras kabi milliy matolarimiz xilma-xilligi, rang-barangligi bilan har qanday kishini o'ziga rom etadi. Bugungi kunda dizaynerlar milliylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan holda atlas va adrasdan ko'plab qiziqarli kolleksiyalar yaratishmoqda. Aynan ular orqali milliy atlasimiz butun dunyoga mashhur bo'lmoqda. Shunisi qiziqki, amerikalik kolleksionerlar orasida atlasga qiziquvchi va ularning noyob turlarini to'plovchilar ham topiladi. Washingtondagi tekstil muzeyining katta bir zalida Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston atlasi namoyish etiladi. Bu doktor Gvido Goldman kolleksiyasining bir qismidir. Hamkasbim Gulnoza Husanova Washingtondagi ushbu muzeydan xabar beradi. O'zbekimning milliy atlas va adraslari bugun butun dunyoda trendga aylanib bormoqda. Hattoki Italiyaning mashhur dizaynerlar ham o'z kolleksiyalarida atlas va adrasdan bugun keng foydalanishmoqda. Dr. Goldman Amerika Qo'shma Shtatlarida eng yirik atlas kolleksioneri hisoblanadi. U yig'gan kolleksiyaning ma'lum bir qismi bugungi kunda Washington shahridagi tekstil muzeyida namoyish etilmoqda. Gvido Goldman kolleksiyasi butun dunyoga mashhur. Undan o'rin olgan noyob matolar haligacha amerikalik san'atshunoslarni hayratga solib keladi. Aynan ushbu ekspozitsiya orqali okean orti mamlakati o'zbek xalqining madaniyati, qadimiy an'analari bilan yaqinroq tanishmoqda. Yaxshi bilamiz, aslida qadimiy matolar bilan folklorchilar, etnograflar qiziqishadi. Nyu-Yorkdagi ko'rgazmalarning birida azaldan nemis va rus avangard rassomlari ishlari bilan shug'ullanib yurgan doktorning e'tibori noyob matoga tushadi-yu, ko'rganlardan hayratga keladi. Albatta, kolleksioner bilan suhbatlashish, o'zbek atlasiga qayerdan bunday katta qiziqish paydo bo'lganligi haqida uning o'zidan bilib olish jurnalist sifatida men uchun juda qiziq bo'ldi va Keksa Goldman o'zbek jurnalistining bu qiziqishga yo'q demay javob berdi. Qachonlardir ikat, ya'ni atlas matolari bilan shug'ullanishim mumkinligini xayolimga ham keltirmagan edim. Avvallari amerikaliklar ikat haqida bilishmasdi. Hozir esa ko'pchilik sayohat qiladi, shu orqali ham bilishadi. Qolaversa, atlasning ommalashishiga dizaynerlar ham katta hissa qo'shishmoqda. Masalan, mashhur dizayner Oscar de la Renta o'z ishlarida ushbu matodan keng foydalanmoqda. Agarda siz Kaliforniyaga borsangiz, ko'chada atlas kiyib yurgan ko'plab ayollarni uchratasiz. Bu atlasning Amerikada ommalashib borayotganligini ko'rsatadi. Dr. Goldman atlas kolleksiyasi qayerdadir saqlanmasdan aynan shu muzeyda namoyish etilayotganligidan mamnunligini bildirdi. Chunki uni minglab odamlar tomosha qiladi. Uning kolleksiyasida 200 dan ortiq atlas polotnolar bor, ammo ekspozitsiyada ularning faqat 67 tasi namoyishga qo'yilgan. Ular chindan ham qadimiy va noyob. Atlas polotnolarini bo'yashda kimyoviy moddalar ishlatilmagan. Ularning har bir tolasi tabiiy usul bilan bo'yalgan. Kolleksiyaning noyobligi ham aynan shunda. Ularni yaratish uchun katta mehnat sarflangan. Ustalarning mahorati juda yuqori bo'lgan. 1998-yilda Dr. Goldman atlasga bag'ishlangan kolleksiyasini kitob tarzida nashr qilgan va ushbu kitob O'zbekiston elchixonasi orqali mamlakatimizga yetib kelgan. Ayni paytda Marg'ilondagi atlas fabrikalarida Goldman kolleksiyasi namunalari asosida mato to'qilmoqda. Qadimiy atlas to'qish an'analarini qayta tiklashga qandaydir hissa qo'shgan bo'lsam, bundan faxrlanaman deydi kolleksioner. Mato orqali butun bir xalqning madaniyati, turmush tarzini tushunish, bilish mumkin. Dr. Goldmanning atlasga bag'ishlangan kitobidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida ikatga bo'lgan qiziqish yanada oshdi. U o'zining rang-barangligi, abstrakt dizayni bilan kishilarni o'ziga jalb qilmoqda. O'zbekistonga sayohat qilib, bularning barchasini o'z ko'zingiz bilan ko'rishni istarmidingiz? Yes, I mean, I regret that I have not been to Uzbekistan. I'm not so young. Albatta xohlardim, ammo hozir keksayib qolganman. Gulnoza Husanova, Sarvar Yusupov, Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Washingtondan 724 informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.